Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Tinch omonmisizlar hammalar? Sog'omonmisizlar? Qo'chqorda xolasa yangi partiya qo'ylarimiz kelgan. 13 oylik atrofida yemini yeb turgan, yemga tayyor variantlar kelgan. 10 ta eng yirigidan boshlaymiz, xudo xolasa. Yog'i 10 ta, yana bundan keyingisi 15 ta 4 million 100 mingdan ham chiqadi narxi. Xudo xolasa zo'r. Hammasi yemini yeb turgan. Ancha vaqt o'ziga kiygizguncha ham yana ozmozdan yemini beray deymizlar. Orasi bosib yemilaverasiz. Xudo xolasa videolarga akalardan like bosib, podpiska tugmachasini bosib, umuman chiqmasin. Xudo xolasa narxlar bomba bo'ladi degan akalar mana. Ketdi qo'chqorlarimiz mana o'zi hashaylarni yeyishni boshladi mana. Qo'chqorni qarang, hammasi yemini yeb turgan go'zal holatda. Choy jonivorlar mana. Ana akalar 12-13 oylik atrofida akalar soni bu yerda 10 bosh orqa oldi o'ta kelishgan. Mana qo'pol qo'chqorlar akalar, mana so'zini aytganda hammasi yemini chiroyli yeb turgan. Endi bittasi mana bu yoqdan kelyapti endi. Akalar, xudo xolasa hammasi yemini yegan, behijolat akalar. Hammasi sinovdan o'tdi. Yedishsa boshqa tomonlama bir hafta 10 kunga garantiyasi bor. Sifatlarini bir qur ko'rasiz akalar mana. Mana qo'chqor. Uzunligi, badallari xudo xolasa bosib o'radigan joyda akalar. Bir so'z bilan aytganda, xudo xolasa qo'chqorning tiniqlari, danaklari kelgan mana. Soni 10 bosh, 12-13 oylik atrofida 7 ishda hamma tomonlama garantiyasi bor. Xudo xolasa qo'chqorni olasiz, 10 tasini bitta qo'raga qamab qo'yib, maza qilib, ko'zni o'natishga tashab qo'yib, yemini berib o'tiraverasiz. Xudo xolasa tezda yetiladigan variant. Sog'lom hammasi, yedishisi, boshqasi, uzunliklari hamma tomonlama kelishgan akalar. Bular narxi akalar 5,5 million ham, 6 million, 5 million 700, 5 million 300 qo'yyaptim deroq qo'ygan. Unaqa narx emas. Bo'ladigan joyi 5 million so'mdan akalar. Barakasini aytamiz. Kelib ustida ko'rib olsangiz ham bemalol bo'laveradi. Keyin 85 ming, 90 ming kiloga chiqarishyapti. 80 ming so'mdan tortib olaman desangiz, tortib ham beraveraman. 80 ming so'mdan. Shunday kelasiz. Bo'yini shunday 4 tami, 5 tami, 6 tami, 2 tami 80 ming so'mdan shuni tortib ham beraveramiz. Xudo xolasa hech qaysi tomonlama akalar yutkazadigan joyi yo'q. 5 million so'mdan dangal oshib ketadi, kam chiqadigani yo'q ichida. Kiloga tortib olsangiz ham. Xudo xolasa kelasiz, qaysi tomon sizga vigidni bo'lsa, shunisiga deysiz, o'sha tomoniga qo'ying. Shuni olasangiz tortib beramiz, xohlasangiz shunday dastavka qilib yuboring desangiz, telefon qilib aloqaga chiqib, dastavka qilib yuboramiz. Nimaga desangiz, bularni hammasini yemini yeb turgan, chiroyli holatda, badani yaxshi, kiloga xudo xolasa chiroyli kelaveradi. Hech yetkazmaysiz, o'ylab o'tirmay, bosib o'radigan joyda 5 million so'mdan akalar ketaveradi. Bir boshdan ko'ringlar. Qo'chqorda mindayrog'i yo'q. Hammasi qo'pol, oyoq qo'llari yaxshi, orqa oldilari kelishgan bo'ladigan qo'chqorlar akalar. Yemini 3-4 oydan beri normal holatda yeb turgan qo'chqorlar. Shuning uchun ham akalar bosib o'raverish kerak. Va xolasa arziydi puliga aloqa chiqasiz, inshaalloh ish bitadi.